sun'iy intellekt to'g'ri tashxis qo'yadimi yoki 30 yillik tajribaga ega bo'lgan professormi deb so'rashadi. Tan olib aytish kerak, bugungi kunda sun'iy intellekt qo'yadigan tashxis 90-95% to'g'ri bo'lib chiqyapti. Demak, bu bitta professordan ko'ra sun'iy intellekt to'g'ri tashxis qo'yadi degani. Voy, nega deydi? Chunki professor o'zida bor bo'lgan ilmlarni ishlatib tashxis qo'yadi. Sun'iy intellekt shu sohadagi barcha ilmlardan foydalanib tashxis qo'yadi. Shuning uchun ham sun'iy intellekt qo'ygan tashxis professor qo'ygan tashxisdan ancha yuqori va aniq chiqadi. Yana aytishadi, sun'iy intellektga ingliz tilida murojaat qilsak, yanada aniqroq ma'lumot beradi. Rus tilida murojaat qilsak, sal bundayroq ma'lumot, o'zbek tilida murojaat qilsak, adashib qolgan joylari bo'ladi deydi. Chunki o'zbek tilidagi materiallar hajmi kam bo'lgani uchun shunaqa. 1991-yillari, mana bundan 35 yillar oldin 14 ta koma holatlariga tashxis qo'yish iskara degan nimada tashxis qo'yish algoritmini men ishlab chiqdim. Vohidov Ahmad aka, matematik, men laboratoriya mudiriman. O'sha yerda 14 ta komaga xos bo'lgan 180 ta belgini men yig'ib chiqqanman. Bunda miyaga qon quyilishda bo'ladigan qorachiqdagi belgilardan tortib siydik analizigacha. Buni belgilarini biz nima qildik? Algoritm yaratdik. O'shanda gemorragik insult, ishemik insultga tashxis qo'yish 100% bo'ldi. Bu ham hozirgi til bilan aytganda sun'iy intellekt edi. Hali unda praveslar chiqmagan payt Iskra 1256 degan kompyuter edi menimcha. Keyin men buni 9-korpusdagi 2-qavatda umumiy reanimatsiya bo'limida, keyin mana Akalayev hali ham hayot, Jahongir Mannapovich hali ham hayot, xirurgiyadagi reanimatsiyalarda qo'lladik. Ya'ni men o'sha yerdagi vrachlarga 180 ta belgini berib qo'ydim. 14 ta komaga xos, nimadan komaga tushganini bilmaysiz-ku. Ular ichki telefonda menga telefon qilardi, raqamlarni yozib chiqardi, shunaqa chiqdi deb biz kompyuterga kiritardik. Kompyuter gemorragik insult, ishemik insult, jigar komasi, yurakdan koma deb chiqarib berardi. Keyin men buni ustozim Asadullayev Maqsud Mahmudovga olib kirdim. Domla bizlar kompyuter yordamida koma holatlariga tashxis qo'yish usulini ishlab chiqdik deb. Vohidov Ahmad aka, matematikman, zo'r-ku bu holat dedilar. Keyin buni qo'llab boshladik. Buni Avakov Vyacheslav Yervandovichga ham ko'rsatdik. O'sha paytda professor reanimatsiya meni mudiri, mana Islom Karimga ko'p yillar shaxsiy vrach bo'lgan odam. Buni qo'llab boshladik. Keyin men buni sanaviyasiga chaqirishardi, Urganch, Nukus, boshqa joylarda ham yubordimda, telefon orqali bizga ma'lumotni beringlar. Ya'ni qaysi simptom chiqqani, raqamlar belgilanganda mashinaga qo'yib yuborib chiqarib turdik. Oradan biroz muddat o'tgach, ushbu bemor o'ladimi, tirik qoladimi degan haligi nimalarni ham kiritdik, savolnomalarni ham kiritdik-da, uni ham nima qildik. O'shanda qiziq bir voqea bo'ldi. Umarova Ozoda opa degan nevropatolog bor edilar. 4-5-palatada subarxanadar qon quyilish bilan bemor yotuvdi. Keyin qiziqdi-da, ana nimani kompyuterni metodini qo'llab ko'raylikchi bu bemorga dedi. Xo'p dedimda, kirib undagi bemordagi belgilarni olib, o'sha o'zimiz ishlab chiqqan sxemaga kiritdik. Vohidov Ahmad aka bilan o'ladi deb ma'lumot chiqdi. Bemor. Keyin men olib kirdimda, Maqsud Asadullayev domlaga ketdim. Domla mana shu 4-paladagi bemor subarxanal qon quyilish bilan bizni ishlab chiqqan metod kompyuter o'ladi deb nima qildi. Ustoz juda jiddiy qarardi, bunaqangiz qarab chiqdilar-da. Nega qabziyatga 5 ball qo'yding dedilar. Biz endi yosh yigitmiz, 91-yil ko'z oldiga keltirdim. Men aytdim, nima? Qabziyat endi mana ko'p nevropatologlar biladi. Insult bo'lsa 5 kunlab qabziyat bo'ladi. Qattiq haliga nima deydi? Zo'riqib, ichi qotgan bola zo'riqqanda cherip nodalini oshadi-da, miyaga qon quyilish-ku. Nima? Subarxanal qon quyilish deymiz biz. Zo'riqib, yana повторный insult bo'lish xavfi 4-5 barobar oshadi, bemor bo'lishi mumkin. Ya'ni oddiy qabziyatni
o'lim ko'rsatkichiga yuqori ball sifatida men ko'rsatuvdim. O'sha kun g'alati voqea ro'y berdi. Endi shunaqa bo'lib qolmasin, unda aytgan Klizman qilsin. Dedilar, topshiriq berganlar. Ertasi kun men ertalab ishga kelsam, hamma yugur-yugur. Biz 9-korpus 1-qavatdamiz. 2-qavatda reanimatsiya. U katta lavozimda ishlaydigan odam edi, erkak odam edi. Nima bo'ldi desa, kechasi qayta insult bo'lib qoldi, miyaga qon quyib tepaga olib chiqib ketishdi. Nima gap tinchlikmidi tepaga chiqsam, Klizma qilaman deb vrach hamshira kirgan. Endi qo'y buni deb uyalib, ko'pchilik erkaklar qildirmaydi, uyaladi. Kerak emas. Menga ich suradigan dori beringlar degan. Unga Senadeksin berishgan. Ich suradigan Sano berishgan. Odatda mumkin emas, chunki mana kalivistaz degan narsa bor. Ichni shundoq nima qiladi, kemaganiga yana ichgan. Ich peristaltikasi kuchayib ketganda qorinda og'riq paydo bo'lgan. Ich kegisi kelyapti, kelmayapti, kegisi kelyapti, kelmayapti. Zo'riqib o'sha kuni kechasi miyasiga qon quyilgan. U o'ldi. Nimaga? Keyin bu nimaga ustoz yanada qiziqib qoldilar-da, buni maqola qilib chiqaringlar dedilar. Biz O'zbekiston tibbiyot jurnaliga bordik. Meditsinskiy jurnal O'zbekiston deb ham chiqardi. Eski Toshmida chiqardi. Vahidov Ahmad aka men bordik. Uzun maqola yozganmiz. Joyi yo'q maqolalaringizga deb kichkina bir abzasda o'rischa chiqdi. O'zbekskiy ученые разработали автоматизированный метод дифференциальной диагностики коматозных состояний. Ibodullayev Z.R. Vahidov Ahmad aka mana shuncha ma'lumot chiqdi. Hozir sun'iy intellekt chiqqandan keyin men o'ylab o'tirib hozir qarasak o'sha paytda nima bo'luvdi bu. Deganmiz, ana keyin insult va koma degan kitobni yozib bunga men endi kirgitmoqchi edim. Endi bu keyin chiqdi, men professor bo'lgandan keyin chiqdi bu kitob. O'sha metodni hozirgi talabdan kelib chiqib sun'iy intellektga qo'yib, shuni butun respublika bo'ylab tatbiq qilishni yo'lga qo'ymoqchiman.